Rumiydan so'rashadiki, so'z nima uchun kerak? Sog'inli domla bu gapni men Erkin Vohidovdan eshitganman. Mahallamizda Huvaydo mahallasida endi bir 10-12 kishi bir davra bo'lib, bir oyda, bir yarim oyda bir martadan uchrashib turishar ekan. Yaxshi davra, olimlar, vrach, shunaqa bir e'tiborli kishilar. Ziyolilar davrasi. Ziyolilar davrasi. Shu bir 3-4 marta o'tirishgandan keyin bir kuni Sog'inli domla bir xafa bo'lib, Erkinjon, shu suhbatlarimiz yaxshi bo'lyapti-yu, ko'p behuda gaplarni gapirasizlar-da, keraksiz gaplar. Shu birodarlarimiz mendan so'ramaydilarmi? Men bilganlarimni ularga aytib bersam bo'ladi-ku. Nega bunday qilishadi? Haligi bozordagi narx-navoni gapirib ketishadi, futbolni gapirib ketishadi, yana boshqa shu shifr narxi qancha, to'sinni narxi qancha deb. Shuni o'rniga bir ziyoli namo bir ish tutilsa bo'lmaydimi? Degandan keyin Erkin akam, "Ya ustoz bo'ldi" deb keyin sekin haligi davradoshlarga, "Ustoz sal bizdan ranjiyaptilar. Mana keyingi navbatdagi nimada shudan bitta narsalarni so'raylik, ilmlarni so'raylik, kitoblardan so'raylik." Hamma ma'qul bo'pti-yu, lekin kim bu savolni beradi deb bahs bo'pti-da. Keyin bir kishiga, "Mana siz pedagogsiz, maktabda ishlaysiz, nutqingiz yaxshi, siz bir so'rab ko'ring" degandan keyin bo'ldi, men savol beraman u kishiga, o'ylab ko'ray deb. Shu bilan vaqt o'tib, yana o'sha davra kuni kelib hammalari o'tirishgandan keyin yana o'sha eski holat, bozor o'char, boshqa go'shtni narxi, piyozni narxi. Keyin u kishi sal ranjiganda keyin tekdilar haligi tayinlangan odamga bundoq imo qilib, "So'rang endi, gapiring" desa, u paytda ustoz degan gap yo'q edi. Ustoz hozir chiqdi u paytda. Shu domla labbay debdilar. Mana shu piyolani arablar nima deydi degan savol. Shunda endi ensalari qotib, "Ey birodar, bu arablar piyolani bunday deydi. Mana tarelki likopchani bunday deydi. Laganni bunday deydi. Qoshiqni bunday deydi. Qozonni bunday deydi. Bu lahjasi mana bu viloyatda bunday deydi. Bu viloyatda bunday deydi. Bu yoqda bunday deydi" deb 30-40 xilini aytibdilar-da. Birodar, o'zi shular sizga nimaga kerak degan.